konsepsiyasi quyidagilardan iborat. Mana ko'rib turganingizdek, inson, har bitta inson 12 ta sistemaga iborat. Har bir sistema organlardan iborat. Organlar esa to'qimalardan, to'qimalar esa hammamiz bilamiz, hujayralardan iborat. Buni hammamiz bilamiz. Salomatlik texnologiyasi ikkita prinsipga asoslangan. Bu birinchisi kompleks yondashuv, ikkinchisi esa hujayraning tiklanish jarayoni. Endi qarang. Mana bu biz bilamizki, mana bu hamma narsa tiklanish jarayoni mana bu hujayramizga qanaqa sharoit yaratib berishimizga bog'liq. Hujayraga asosan nimalar kerak? Biz u sog'lom tug'ilish uchun nimalar kerak bo'ladi? Birinchidan hujayraviy oziqa. Hujayraviy oziqaga nimalar kiradi? Aminokislotalar 28 xil. 28 xil aminokislotalar ichida 8 xili tanamizda sintez bo'lmaydigan, tashqaridan kelishi shart bo'lgan aminokislotalar. Aminokislotalarni nima qilib g'ishtga o'xshab taxlab oqsil hosil bo'lish uchun mana bu minerallar kerak bo'ladi. Ya'ni bular preparatlar, bular aminokislotalarni taxlashga yordam beradi. Minerallarga energiya esa bizda vitaminlar beradi. Ular 12 ta. Mana bu yegan hujayramizni, yegan oziqamizni parchalash uchun 7 xil fermentlar kerak bo'ladi. U hammamiz bilamiz, pepsin, amilaz va shunga o'xshagan fermentlar. Bu hujayraga har kuni kerak bo'ladi. Bundan tashqari to'yinmagan yog' kislotalari, ya'ni omega 3, 6, 9. Omega 6 bilan 9 biz har kuni chaqchuqlardan, boshqa mahsulotlardan har kuni yetarlicha ola olamiz, lekin omega 3 har doim defitsit. Nima uchun omega 3 bizga juda ham zarur? Chunki hujayramizni, qobig'ini, mana shu qobig'ini hamda nerv tolalarimizni, qobiqlarini hammasini to'ymagan yog' kislotalar, omega va fosfolipid anaqa yog'lardan iborat. Agar yog' bo'lmasa, qobiq bo'lmasa, hujayrada u sog'lom hisoblanmaydi. Bundan tashqari hujayraga yana nima kerak? Bu hujayrani yeganingizda, bu oziqani yeganda oziqani hujayraga olib borib turgan transport kerak. Bu transport vazifasini bizda ichadigan suvimiz bajaradi. Suv ichasizmi deganda ko'pchilik suv kam ichaman, asosan choy ichaman, kofe ichaman deganlar yaxshilab tushunmasin. Bu yerda bizning hujayramiz uchun choy, kofe emas, suv kerak. Suv ichganda ham uni normasi bor va uni qanaqa suv ichishga, suv sifatini bilib ichish kerak. Qarang. Suvni ikkita parametri bor. Bu parametr birinchisi miqdori, ya'ni har 1 kilogramm vazningizga sog'lom bo'lsak 30 ml yoshli odamlarga, qari odamlarda hammada muammo bor. O'sha muammoli odamlarga 50 ml 1 kilogramm vesga. Ya'ni 50 kilolik odam 2,5 litr suv ichish kerak bo'ladi. Qanaqa suv ichish kerak? Oddiy bizning ichadigan kullerdagi, mana turibdi, kullerdagi, nimadagi, magazindagi, filtrdagi suvlarimiz hammasi to'g'ri kelolmaydi bu narsaga. Hozir nima uchunligini tushunib olasizlar. Bu sifatga bog'liq. Bu bizning ichimizga, ya'ni mana hujayraga kerak bo'lgan suv qanaqa strukturaga ega bo'ladi. Birinchidan suvni strukturasi, ya'ni suvni strukturasi to'g'ri bo'lmasa, tizimlanishi to'g'ri bo'lmaydigan suv bo'ladigan bo'lsa, unda salomatlik to'g'risida hech qanaqa ma'lumot bo'lmaydi. Tushundingizmi? Shuning uchun odamlarga yaxshi niyat qilinglar, birovga ham yaxshi niyat qilib, nima fikringiz yaxshi niyat ko'proq o'ylaydigan bo'lsak, bizning strukturamiz, tanamizdagi hamma yo'llarimiz strukturasi yaxshi bo'ladi. Mana hammamiz bilamiz, suvni dam solib ichirishadi, kelin-kuyovlarga, boshqa yaxshilik anaqasida, niyatida. Chunki suvga yaxshilik niyat qilingan suv bizga sog'lomlik olib kelishini hammamiz tushunamiz. Ikkinchisi bu yetarli minerallarga bo'lishi kerak. Nima uchun minerallarga suv ichish kerak? Chunki biz kun davomida peshob bilan, ter bilan ma'lum miqdorda minerallarni yo'qotamiz. Minerallarsiz bizning hayotimiz hayotda bo'lmaydi. Nima uchun kerakligini keyinchalik tushuntirib beraman. Mana shu minerallanish holatini normal holatga olib kelish uchun ham ichadigan suvimiz minerallarga bo'lishi kerak. Keyingisi oksidlanish potensiali. Har qanday suyuqlik, shu qatori suv ham o'zini zaryadlarga ega. Boya aytgan suvlarimiz, kullerdagi, filtrdagi, magazindagi turgan suvlarimiz hammasi plus zaryadga ega. Lekin Alloh taolo bizning ichimizni, tanamiz hammasini minus zaryad bilan yaratgan. O'shaning uchun
bu suvlar bizlar uchun o'lik suv hisoblanadi. Ya'ni bu suvdan sal ko'proq ichadigan bo'lsangiz, odam sharpayib qoladi. Va to organizm nima uchunligini hozir sharpayish nima uchun aytaman, organizm to ichgan suvingizni o'zini mexanizmi bilan minus zaryadga o'tkazmaguncha bu suvni hujayraga qabul qildira olmaydi. O'shaning uchun ham qabul qilinmagan suv ko'pincha shish paydo qiladi. Lekin biz minus zaryadlangan suvni ichishimiz kerak. Minus zaryadlangan suv esa bizga energiya beradi, quvvat beradi. Tushundinglarmi? Endi qarang. Bundan tashqari suvni kislotali ishqoriy balans degan ko'rsatkichi bor. Ya'ni har qanaqa mahsulot, har qanaqa oziqa bormi, suyuqliklar bormi, o'zini kislotali ishqoriy balansiga ega. Bizni ichadigan mana bu nimalarimiz, ichadigan hozirgi hamma ichadigan suvlarning hammasi balans anaqasi 7, 6, 5,5, 6. Ya'ni u kislotali muhit. Tushundingizmi? Biza kimyo darsidan bilamiz, kislotali ishqoriy balans mana bu shkala bilan o'lchanadi. Kimyo darsini esga oling, 7-8-sinfda materialda 0 dan 14 gacha shkala bor. 7 neytral zona, 0 dan 7 gacha ishqoriy kislotali muhit, ishqoriy muhit 7 dan 14 gacha. Lekin bizning tanamiz bu konstanta, bu hammada shunaqa bo'lishi shart. Chunki ichimiz shunaqa. 7 yo'qoluvchi qonimiz, 7,5 limfamiz. Limfa bizning kanalizatsiyamiz. Mana shu balansni ushlab, mana bu bizning hayot zonamiz. Ozgina 7,1-7,2 ga tushib ketadigan bo'lsa, mana ko'rsatkich tushib ketadigan bo'lsa, reanimatsiyaga tushib qolish hech gap emas. Lekin sizlar mana bu kislotali holatda hosil qiladigan narsalar hammamiz biladigan non mahsulotlari, gazirovkalar, shirinliklar, shakar, har xil mana bu ichimizda kislotali holatga olib keladigan mahsulotlar hammasi bizani kislotali holatga olib kelib qo'yadi, bizda kasallik keltirib chiqarib, muammo paydo bo'la boshladi. Agar biz tanamizni 7,43-7,5 darajada ushlab turadigan bo'lsak, biz doim o'zimizni hayot zonamizda turamiz va bizni resurslarimiz ekonom bo'lib turadi, ya'ni umrimiz uzoq bo'ladi. 1932-yilda mana qo'ydim, nemis olimi Otto Warburg shuni kashf qilganki, tanamizda agar ishqoriy balans bo'lsa, ishqoriy muhitda kislorod ishtirokida agar biz o'zimizni ta'minlasak, tanamizdagi rak hujayralari hech qachon ko'paymaydi. 1960-yilda uning izdoshlari yana shuni dokazat qilishdiki, bu muhitda, ya'ni 7,4, ya'ni 7,5 muhitda hatto virus, bakteriya, gijjalar ham ko'paymas ekan. Buni ish anaqasi internetdan topib ko'rishingiz mumkin. Bu juda ham katta muhim ko'rsatkich. Endi yana bitta oxirgi suvga sifatiga tegishli bo'lgan yana bitta parametr bu sirt tarangligi. Sirt tarangligi nima deydi? Suyuqliklar sirt tarangligi bor. Mana yog'ga juda katta suvga tashlab qo'ysangiz bir-biriga kirishmaydi. Suvniki pastroq. Lekin biz ichadigan suvimizga har mana boya aytganimdek ichadigan suvlarimiz dan o'laroq sirt tarangligi past bo'lgan suv ichishimiz kerak. Ya'ni sirt tarangligi qancha past bo'lsa, bu oquvchanlik va singuvchanlik xususiyati, ya'ni qancha sirt tarangligi past bo'lsa, suv tanamizga shuncha tez singadi va yegan oziqangizni hujayraga olib beradi va hosil bo'lgan shlaq toksinlarni hujayradan chiqib ketishga yordam beradi. Juda ham katta nima ko'rsatkich. Endi qarang, biza hujayraga oziqa bersak ham, suv balansini to'g'rilasak ham, bu bizni salomatligimiz uchun kam. Nima uchun deysizmi? Chunki tabiatda, dunyoda biza inson zoti dunyoda paydo bo'lishidan oldin yer yuzida bakteriyalar, bir hujayrali o'simliklar, bir hujayrali hayvonlar bo'lgan, gijjalar bo'lgan va shunga o'xshagan bizga yod bo'lgan narsa, nimalar, jonzotlar yashagan. Bular eramiz davomida, evolyutsiya davriga qarab mana shu holatdan bular asta-sekin borib inson tanasiga yashashga moslasha borgan.
va hozirgi paytda bular ko'chada yashamaydi. Mana bu gijjalar. Bular hammasi 100% bizning tanamizda. Shuning uchun ularni parazit deymiz. Ya'ni parazit degani o'zini tayyor. Masalan, ichimizda nima bor? Masalan, nima uchun biz ichimizda yashaydi bular? Tayyor oziqa yeymiz, suv ichamiz, to'g'rimi? Bular ko'payadi ichimizda. Raddon, пожалуйста, ichimizga axlatlarni toksinlarini chiqaradi. Tushunarli? Ana shu biz salomatligimizni saqlash uchun mana bulardan ham qutulishimiz kerak. Nima uchun ulardan qutulishimiz kerak? Chunki birinchi navbatda ular bizning hujayramizni oziqasini yeb yotadi. Bulardan parazitdan qolganda biz hujayraga boradi. Shuning uchun juda ham ko'p hozir insonlar kasal. Chunki oziqa yetishmovchilik holati bor. Ikkinchidan, o'zi yashash davrida chunki ular tug'iladi, o'ladi ichimda, to'g'rimi? Toksin ishlab chiqara boshladi va toksin intoksikatsiya holatini olib keladi. Va bizani mana asab sistemasiga ta'sir qilgandan keyin любой toksin bizada tanamizda nima deydi? Bizani boshqara boshlaydi. Ya'ni bu degani asabiy bo'lib qoladi odam. Asabiy odamlarning 100% ichida gijja bor. Odatda inson tanasida bitta emas 3 ta 4 xil gijjalar, ular simbioz bo'lib yashaydi. Bir-biri bilan qo'shni qarindosh bo'lib yashaydi. Shuning uchun juda ham ko'p tanamizni jarohat qilgan joylar bo'ladi. Mana bu nima qilish kerak? Endi qaraylik. Xo'p, shunaqa ekan, qanaqa buni chiqarib tashlaydi? Juda ham ko'pchilik nima? Insonlar, doktorlar gijjalarni tozalab turish kerak to'g'risida kamdan-kam informatsiya berishadi. O'zingiz borib, bolangiz bilan o'zingiz borib, mazam yo'qsa preparat назначение qilishadi sizlarga. Lekin mana bu aptekadagi preparatlar toksichniy, juda ham kuchli zahar bo'lgani uchun ular gijjalarga ta'sir qilish uchun ularni o'ldirishga moslashgan. O'shaning uchun ularga bir kunda bitta, masalan, dekarishlar, dekarlar 3 kun. Bittadan 3 kun ichiladi. Bo'ldi, boshqa ichib bo'lmaydi uni. Chunki bizani o'lim holatiga olib kelib qo'yadi. Gijjalarni nima qilish kerak? Gijjalarni o'ldirmaslik kerak. Nima uchun deysizmi? Ular o'ldiradigan bo'lsak, ular tanamizda ko'p birin-ketin o'lish boshlagandan keyin intoksikatsiya shunaqa katta bo'lib ketadi tanamizda. Bilmay ham qolamiz. O'shaning uchun bularni o'ldirish kerak. Ularni faqatgina tabiiy mahsulotlar bilan, tabiiy eslasizlarmi, yoshligimizda o'tlar bilan, achchiq o'tlar bilan damlamasini ichirib bizani yoshligimizda esimda bor bolalarimiz bizani gijjalarni xolis qilish harakat qilishgan. O'shaning uchun biz tabiiy mahsulotlar bilan haydab chiqarish yo'lini o'tishimiz kerak. Yilda kamida 2-3 marta tozalashdan o'tish kerak boshida, keyin profilaktika uchun har yili kamida 2 marta tozalanish, gijjalardan tozalash programmasidan o'tish kerak. Yana tanamizda ishqoriy muhitni yaratish kerak. Boyaga aytgan mana bu suv orqali ishqoriy muhitni ushlab turishimiz kerak hamda immunitetni ko'tarib turishimiz kerak. Shu informatsiya to'g'risida asosida salomatlikka yo'l bor. Qanaqa yo'l? Birinchisi, biz ruhiyatimizni tushunib olishimiz kerak. Biz sog'lom bo'lish xohlaymiz yo bir umr doktorga yugurib aptekan dorilarni ichib yuramiz, ichib yurasizmi? Shularni o'zingizga uстановка qilib olishingiz kerak. Chunki 95% statistika bo'yicha 95% insonlar faqatgina davolanishi bitta tabletka bilan yoki endi 10 kun больницаga yotib chiqqanda men davolandim deydi. Aslida olganda ular faqatgina davolanish emas bu. Bu faqatgina vaqtincha simptomlarni o'ldirish, yo'qotib turish. Aslida esa daraxtning ildiziga oziqa berganda bizning hujayramizga faqat oziqa berish kerak, nima qilish kerak? Tiklanishga qarab yo'lga yurish kerak. Keyingisi yilda bir marta hajab tozalash kerak. Ya'ni hujayramizni, butun tanamizni hujayralarini hammasini tabiiy yo'nalish bilan tozalash programmalari orqali tozalab turish kerak. Yilda bir marta hajab. Bu orqada tozalanishdan keyin biz zararli ovqatlardan, endi qanaqa zararli ovqatlar?
magazinda taxlanilayotgan sroki uzaytirilgan, ichiga kimikatlar solingan oziqalar. Keyin yeydigan ovqatlarimiz mana bu non juda ham kislotali holatda, aytib o'tdim, kislotali holatda surib oladi kislotali tomonga. Shirinliklar, shakar, unli mahsulotlar va hokazo. Biza tanamizni kislotali holatga olib keladigan mahsulotlarning hammasini iloji boricha voz kechishga to'g'ri keladi. Agar salomat bo'laman desangiz. Bundan tashqari suv balansini har doim to'ldirib yurishimiz kerak. Ya'ni bu to'g'rida kelgan gap bo'ladi. Undan tashqari biza eng asosiy yo'llarimizdan bittasi harakatlanish. Nima uchun harakatlanish? Harakat qilganimizda, biza yurganimizda oyog'imizda hamma biladi, venalarni klapanlari faqat klapanda ishlaydi. U arteriyaga o'xshab, yurak unga hech qanaqa daxli yo'q. Yurak faqatgina qonni olib beradi. O'tdan ishlab bo'lingan qonlarni yig'ib olish uchunchi o'zimiz mushaklarimizni ishlash kerak. Yurganimizda mushaklarimiz qisqarganda, ularning orasidagi mana bu limfa yo'llarimiz, bular bizning kanalizatsiyamiz hisoblanadi. Mana shu limfa orqali ishlab bo'lingan nimalar qon tomiri bilan tepaga chiqib, buyrak va axlat nimasidan chiqarib ketish kerak. Chiqarish organlarimiz 5 ta, lekin asosiy yo'li 3 ta. O'pkadan chiqadi, axlat bilan chiqadi, siydik bilan chiqadi. Agar tanamizda juda ham ko'p ifloslanish ko'payib ketgan bo'lsa, ifloslanish qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, u keyin teringizga ura boshlaydi. Ya'ni har xil toshmalar toshadi, boshqa qiladi, allergik holatlar hosil qila boshlaydi. Endi qarang. Mana shu aytib o'tgan qadamlar, mana bu salomatlikka 6 ta qadam, bularning asosida Coral Club kompaniyasini qadamma-qadam 90 kunlik programmasi yaratilgan. Buni juda ham katta olimlar yaratgan, buni o'z-o'zidan paydo bo'lgan. Bular nimaga asoslangan? Asoslangan joyi shundaki, birinchi oyda Coral Detox Plus. Bu mahsulot, bu nabor 7 ta ichida mahsulotlar bor. Aynan mana shu tanada tozalanish o'tkazishga mo'ljallangan joylar bo'lgani uchun naborga qo'shilgan. Naborda shu nabor yig'ilgan. O'shaning uchun Coral Detox Plus birinchi oylik programmamiz. Keyingi oyda Parashiv bu bizani aytgandek natural tabiiy mahsulotlardan 12 ta ichida 12 xil gijja haydovchi, nimalar haydovchi, parazitlarni haydovchi o'tlardan iborat mahsulotlar bor. Parashiv naborda. Bu parazitlarning programma hisoblanadi. Ana undan keyin ichimizdagi mana bu ovqat yeb to hazm bo'lib chiqib ketadigan mana bu kanalni hammasini tozalab, ichagimizdagi vasinkalar bor, ya'ni kiprikchalar bor ichagimizda. Ichaklarning orasi kipriklar orqasidan ovqat singadi, qonga o'tadi. Ana shu joylar hammasini sho'tkilab, tozalab, tortib, qo'limiz yetmaydigan joygacha tortib olib chiqib ketadigan programma kavalari. Buni dunyoning eng elita odamlari iste'mol qiladi. Bular hammasi nabor, bir oylik, bu 15 kunlik. Bu nabor. Undan keyin esa biz tozalandik. Hammani hujayralarimizni, axlatimizni, hamma ichak yo'llarimizni tozalab oldik. Ana undan keyin tanaga oziqa beriladi. Oziqalar nima bu? Bu oqsillar, vitaminlar, minerallar, fermentlar va hokazo juda ham ko'p oziqa nimalarimiz bor. Kollagen bor, biolin bor va hokazo. Endi qarang. Oddiy prinsipda mana nima uchun buni sizlarga tushuntirdim? Bu sistema, ya'ni mahsulotlar juda ham ko'p dunyoda, kompaniyalar ham juda ham ko'p. Mana anaqa bularning hammasi biologik faol qo'shmalar. Bu biologik faol qo'shmalar bilan ishlaydigan kompaniyalar juda ham ko'p dunyoda. Mana shu agar siz sistema bo'yicha mahsulot ichadigan bo'lsangiz, siz natijani juda ham past olasiz. 50% olishingiz mumkin. Mana bu sistema bilan ketma-ketlik qadamma-qadam yuradigan bo'lsak, biz 100% salomatlikka erishamiz. Men o'zim ham mana shu yo'l bilan 20 yil muammomni hal qilganman
O'shaning uchun agar kimda savol bo'lsa, Davidga savolingizni qoldiring, kontaktingizni qoldiring va bajonidil yordam beraman.